mabodo bu sizga aytmadimi deb prosta bir og'iz aytganida men aytardim. Yo'q, sen hozir uy olgansan, sen hozir kvartira olgansan, ke sen ol shu proyektni. Menda uyim bor, joyim bor, hamma narsam bor. Bir og'iz shu narsaga men xafa bo'ldim. Bir og'iz aytganida kichkina proyektlar kelganda, mana $300, $200 proyektlar berganda, men shu ayolga telefon qilib, mana shunaqa arzon proyekt kelyapti, olasanmi deb unga berardim. Arzon nimalar kelganda, nima deydi, 1 millionlik, 800 minglik nimalar kelganda, reklamalar kelganda, men o'sha ayolga telefon qilib, shunaqa arzon reklama kelyapti, men olmayman, sen olasanmi deb, nimaga menga mana shunaqa man tarafdan mana shunaqa narsalar bo'lganda, darrov bu qizni o'ylaymanda, bu oddiy narsaga baribir Alloh har bitta odamni ichiga gumon soladi. Gumonda baribir Marupachamga kelmaganmi bu narsa deb